Salom do'stlar, men sizlarga telefonlarni ko'z bilan iPhone'daqa ko'z bilan iPhone'larga chiqdi. Ko'z bilan boshqarishni o'rgataman. Buning uchun bizga mana bunday qilib gamma so'zbo'tda yozasizlar. Originaliga aytaman. Mana bunday qilib. 1000 nechtadir obunachisi bo'lgan foydalanuvchisi mana bunga kirib turib, mana shu yerdan startni yozamiz va hamma kanallarga obuna bosib chiqamiz va mana bunday narsa chiqadi. Ana shu yerga bosasiz va tagiga tushirib keyingi bo'limga o'tasiz va mana bu barmoqqa bosasiz. Bosganingizdan keyin mana bunday ochiladi va boshida telefonni ma'lumot mana bunday bunga bosasiz va bosganingizda mana bu yerga kirganingizda mana bunday ko'z bilan boshqarish deb chiqadi. Ana shu yerga bosamiz va ilovani yuklab olishga bosasiz, ochishni bosasiz va blankmarketga kirib ketadi. Ana shunda o'rnatishni bosasiz. O'rnatgandan hozir o'chirib turaman, o'rnatgandan so'ng yoqaman. Mana to'g'ri bo'ldi va endi mana blankmarketga shunchaki mana bu nomni yozsangiz ham chiqadi. To'g'ri bo'lgandan so'ng ochishni yozasiz va ochish. Blankmarketdan mana shunday xabar keladi va keyin turgandan keyin pastga bosasiz va mana bu xlarni to'g'rilab chiqasiz. Mana bu birinchisiga kirib turib, mana ikkinchisidan mana bu yerdan ilovani yoqib qo'yasiz. Mana bu yerdan yoqib qo'ydik. Keyingisida mana bunday qilib mana bu yerdan mana shu yerga bosamiz va bosganimizda mana bunday chiqadi. Mana bunga bosamiz, keyin ikkala nastroykani ham yoqib qo'yamiz. Ruxsat va mana bu yerda chiqadi. Nihatda yozamiz. Bo'ldi.